18 avgust günü Uyghur xalqi ikki munavvar farzanddan ayrıldı. Ularning biri folklorşunas alim Abdukerim Rahman, yana biri sobiq milliy armiyaning jangchisi, ataqli shoir va tahrir Muhammad Rahimdir. Ma'lum bo'lishicha, marhum ustoz Muhammad Rahim 1926 yili 6 noyabrda İli viloyatining Qo'rg'os nahiyasida tug'ilgan. Sharqiy Turkiston milliy ozodlik inqilobi boshlangan mezgillarda u rus tili maktabini amdila tugatgan o'quvchi bo'lib, 1944 yili milliy ozodlik inqilobi qo'shiniga tizimlangan va shiddatli qonliq janglarda bo'lgan. Marhumning o'zi yozgan Asrga tang hayot, Kona askarning kechmishi nomli aslimasidan ma'lum bo'lishicha, 8 yil rus tili maktabida o'qigan Muhammad Rahim Sharqiy Turkiston milliy armiyasining Shikoga yurish qilgan qo'shinida katib, tarjimon, urush sepidagi aloqachi qatorliq vazifalarda bo'lgan. U Shiko urushida shiddatli jang maydonida rus komandirlar bilan Uyg'ur komandir askarlar orasida tarjimonlik qilgan ekan. Marhum Muhammad Rahim Uyg'ur hozirgi zamon she'riyatida 40-yillarning oxiri, 50-yillarning beshida o'z ijodiyati bilan tunilgan shoir va jurnalistlarning biri. U 1947 yili urush sepidan qaytgandan keyin Kurash, Sharqiy Turkiston yoshlari jurnallarida muharrir bo'lib ishlagan. 1948 yildan 1950 yilga qadar İli tibbiy maktabda o'qigan. 1950 yillarda Qashqarga avatilib, bir mezgil ma'muriy xizmatlarda bo'lgan. Keyin Qashqar gazetida muharrir bo'lib ishlagan. 1956 yili 7-oyda Urumchiga yetkilib kelib, Tarim jurnalida tahrir bo'lib ishlagan. Marhumning vakillik asarlaridan Jon tasadduq, Baxt naqshlari, Gulbahar, Aydın kecha, Seg'inish, G'unchilarga, Muhabbat savdolari nomli she'rlar to'plamlari, Asrga tang hayot, Kona askarning kashmishi nomli aslimasi va 2004 yili nashr qilingan Uyg'ur adabiy tilining Qafiya lug'ati nomli nodir asarlarini tilga ilib o'tish mumkin. Muhammad Rahim kasbdoshlari orasida mo'l usulliq shoir, Uyg'ur til tadqiqotchisi va qilni qirqi yozgan Astoydil tahrir degan nomlar bilan ta'riflangan. Emin Ahmadi qatorliq Uyg'ur adabiyotidagi peshqadam adiblarning bildirishicha, u Uyg'ur hozirgi zamon o'rtaq tili shivisi, adabiy til yoziqining shakllanish taraqqiyotiga yo'l sog'uvchilarning biri hisoblangan. Bir umr tahrirlik xizmati bilan shug'ullangan ustoz Muhammad Rahim kichik peyil, kamtarligi, axloq fazilati, esil kishilik xarakteri, kasbiy jihatdagi to'pilariga qo'shilib, katta hurmat va shuhratga erishgan. Ammo u bir umr nom shuhrat, huquq, mol dunyo talashmagan. Fazilatidagi xushomaddan yiroq to'g'riliqi, astoydilligi bilan el orasida yuqori inovatga sazovor bo'lgan.